Traktoringiz samarali ishlashini xohlaysizmi? Traktoringiz ko'p yo'nalg'i sarflayaptimi? Unda bu ma'lumotlar siz uchun. Traktor tanlashda traktorning g'ildiraklar bazasiga e'tibor bering. Oldi o'q bilan orqa o'qning masofasi iloji boricha katta bo'lishi kerak. Sababi g'ildiraklar bazasi qancha katta bo'lsa, traktor dala ishlarida shuncha mustahkam turadi. Bizning Arion 630S traktorimizda o'zining toifasidagi 150 ot kuchli traktorlar ichida eng katta g'ildiraklar bazasiga ega. 2820 mm. Arion 630 traktorining og'irligi qo'shimcha toshlarsiz 5870 kg. Traktorning og'irligi oldi va orqa o'qqa 50% dan teng taqsimlangan. Bu esa traktorning dala ishlarida plug ilganda oldi ko'tarilib ketishini oldini oladi. Ma'lumot uchun, traktorning bir ot kuchini ishga tushirish uchun 50 kg og'irlik kerak bo'ladi. Traktor shinalar bosimiga ham e'tibor bering. Bizning sharoitlarga tavsiya qilingan orqa shinalar bosimi 1.5 bar. Oldi shinalarniki esa 1.3 bar. Esingizda tuting, orqa shinalar bosimi oldi shinalar bosimiga qaraganda 0.2 barga ko'proq bo'lishi kerak. Bunda siz traktor yoqilg'i sarfini kamaytirasiz. Traktor shinalari tez yeyilishini oldini olasiz, traktor sirpanmaydi va yaxshi tortadi. Hurmatli kuzatuvchilar, videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Keyingi videolarda yanada qiziqarli ma'lumotlar berib borishni davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, sog' va salomat bo'ling.